Yonishiga bitta baho beringlar. Elektriskiy sauna joniga teganlar uchun o'tin ko'mirli saunamiz eshigini yop. Mana buni bitta qarab qo'yinglar. 90 gradus, 90. Endi mana par chiqishini qaranglar, par chiqishini. Mana hoppa. Voh. Voy. Isib ketyapti-yu. Nima deyapti sauna? Agar sizlarga mana shunday saunalar kerak bo'ladigan bo'lsa, hechkeli bemalol Tuplidomga murojaat qilasizlar. Men sizlarga qanaqa yonayotganini ko'rsataman hozir. Men chiqayotgan tutunni qaranglar. Mendan ham ichkari qizyapti. Hozir endi qanaqa yonayotganini men sizlarga ko'rsataman. Voy. Hoppa. Yonishiga bitta baho beringlar. Do'shini eshityapsizlarmi? Gurullashini. Temoxod tortishi ham zo'r, ichi to'lib qolmaydi ham. Keyin zakonni ishlaydi. Agar sizlarga ham shunaqa vashcha chotki saunalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsanglar, mana shunaqa saunalarni sizlarga qilib beramiz. Vashcha maza qilib yorasizlar, qisqasi bor-ku. Men lekin bunaqa morja emasman, bunaqa muzdek suvga tashlaydigan ichkarida o'zimizda zimniy basseyn bor, o'shanga tashlayman bor.